O'zbekistonda hozir juda ham ko'p qimorbozlik ko'payib ketgan. Shuni Instagramga kirishim bilan menga o'sha repost qilishadi. Yaqinda Malibu nimadir mashina o'ynagan ekan, bolalar qiziqib repost qilib aktiv ko'tarishyapti u akkauntga. Bolalar masalaga bitta narsani aytmoqchiman-da, sizlar realni o'ylayapsizlar, shu orqali yutib olaman deb o'ylayapsizlarmi yoki qimor orqali ko'tarilaman deb o'ylayapsizlarmi? Ishoninglar, bitta narsani bilinglar va hech qachon esingizdan chiqarmanglar. O'sha odamlar sizlar orqali pul qilishadi va o'zi boy bo'ladi, o'zini boydek ko'rsatadi. Sizlar shu narsaga ishonib o'ylaysizlarki, qimordan yoki shu narsasini nimadirni yutib olaman deb. Ya'ni eng fingiz qotgan narsam chiqoladi deb tam Toshkentliklarga iPhone'lar berib yuradi. Bo'ldi, men yutaman, podpiska bo'lishim kerak, chiqib qoladi yo'limda deb. Endi realniy zo'r pul topish yo'li bu o'zingni ustingda ishlash. Juda ham qiyin yo'l, to'g'ri, lekin shu orqali 100% halol realniy pul topasizlar va ishoninglar, men shu paytgacha faqat halol ishlab kelganman va normalniy pul Xudoga shukr topaman. Bemalol yetadi. Orttiraman ham pulimni. O'zim ustimda dalshi ishlayman, undan ham ko'p pul topishga. Ya'ni ishonaman bitta narsaga 1-2 yildan keyin o'sha qimorbozlardan ko'ra ko'proq pul topaman. Aslida savol berishingiz mumkin. Nimadan topasiz? Birinchi o'rinda men ustozman, teacher. Men 2 ta oliy ma'lumotim bor. Ikkinchisi, men IT sohada juda ham zo'r bilaman, shu sohada ham rivojlanib boryapman. Nasib yaqinda televideniyada ham ko'rishib qolamiz. Va ko'p sohalarga kirib qiziqib boraveraman. Yaqindan tradingga kirdim. Mayli trading da risk juda ham katta, lekin qimor emas, o'ta miyani ishlatish kerak. Mana shunaqa sohalarni topishga harakat qilinglar o'zingizlar uchun. Miyani ishlatadigan qiyin sohalarni ustida ishlasanglar, men sizlarga kafilman, Xudo xohlasa o'sha narsada pul topasizlar, realniy ko'p pul topasizlar. Lekin qimorboz, debillarga ishonib yurmanglar, iltimos. Пересылка qilmanglar, aktivini ko'tarmanglar, o'zingizlarning ustingizda ishlanglar. Charchamaysizlar.